Agar o'g'lingiz yoki qizingiz o'qishni istamasa, ularga ustozlar aytmaydigan mana bu gaplarni aytishning vaqti keldi. Birinchidan, vaqt ularni kutmaydi. Bugun kayfiyatim yo'q deyishi mumkin, lekin ertaga esa do'stlari oldinga ketayotganini ko'rib nega o'zi ortda qolganini o'ylaydi. Ota-ona sifatida esa bu sizning ham yuragingizni og'ritadi. Ikkinchidan, harakat qilish majburiy. Agar ular hozir mehnat qilishni istamasa, keyin tashqariga chiqib 2 barobar mehnat qilishlariga to'g'ri keladi. Chunki u yerda hech kim endi ularning qo'lidan ushlab o'rgatmaydi. Uchinchidan, dunyo ularga hech narsa qarzdor emas. Na muvaffaqiyat, na hurmat, na ikkinchi imkoniyat. Faqatgina haqiqiy ko'nikmalarni o'rgansalar, bularni olishadi. To'rtinchi, bilim faqat maktab emas, u kuch. Qanday o'ylashni, qanday gapirishni, qanday muammolarni hal qilishni bilish. Mana shu eshiklarni ochadi. Mana shu ularni boshqalarga doim qaram bo'lib qolishdan qutqaradi. Beshinchi, tayyorgarliksiz hayot shafqatsiz. Tayyor bo'lmaganlar uchun bilasizmi nima qoladi? Past maosh, hurmatsizlik va oson almashtirilish. Va hech bir ota-ona buni farzandi uchun istamaydi. Bilim olish bu yagona yo'l bo'lmasligi mumkin, lekin hech narsa qilmaslik bu hech qachon tanlov emas. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting. Luminex kanaliga obuna bo'ling.